Sahifa homiysi Shahnoza Fayz klinikasi. Aziz tomoshabin do'stlar, studiyamizda navbatdagi mehmonimiz bor. Juda ham ko'pchilik muxlislarning talab va istaklari bo'yicha aynan bu mutaxassisimizni taklif qildik yana bir bora. O'zlari bilan birga Fayz olib kiradilar. Qarang, shunaqa insonlar. Raqs ham Fayz olib keldi. Barchasi Quvonch Fayz. olib Umuman keldi. hozir qarang, raqsni tomosha qildik. Quvonch deb nomlangani bejizga emas ekan. Quvondik, zavqlandik. Mana endi bizga hozirgi kunda noaniq bo'lgan nima deydi, so'zlar haqida suhbat yuritamiz. Rostdan ham shunaqangi ko'p narsalar chiqib ketganki, biz nima ekanini bilmaymiz. To'g'ri, hozir tushunarsiz qarayapsiz, menga nima deyapti o'zi, nima demoqchi deb. Hozir bilasiz. Hozir bilasiz. Doktor Shahnoza Fayz klinikasi rahbari Shahnoza Fayzullayevna hamda bosh shifokor Natalya Aleksandrovnalar tashrif buyurishgan. Marhamat. Gap yo'q. Sozanda bo'lsa shundoq bo'lsin-da. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Aytdiku, darrov Fayz keldi, Fayz kirdi. Ana, Fayz kirdi. Fayz barokat kirdi. To'g'ri aytasiz, inson o'zining ismi bilan yurar ekan deyishadi-da. Xush kelibsiz studiyamizga. Shahnoza opa, sizni studiyamizda yana bir bora ko'rganimizdan juda ham xursandmiz va o'tgan safargi suhbatimizdan keyin hattoki ko'chada ham ko'rishganimizda doktor Shahnoza Fayz keluvdi mehmonga, shu telefon nomerlarini topsa bo'ladimi? Bo'ldida shunaqa murojaatlar, to'g'risini aytamiz. Bu ham sizlarni albatta professional sohani egalari ekanligingizdan dalolat beradi. Yutug'ingiz, to'g'rimi? Bugungi bo'ladigan suhbatimiz lekin boshqa mavzu bo'yicha. Men sizlar haqida ham aytmoqchi edim. Biz birinchi marta emas, telekanallarda chiqishimiz, lekin sevimli kanalda chiqqanimizdan keyin aynan balkim sevimli kanalni o'zini boshqacha fayzi bor bo'lganligi tufayli ertasi kun bizani ham telefon go'shaklarimiz qizib ketdi. Chunki shunaqa eng populyarniy kanalda o'zimizni haqimizda ma'lumot berdik. Shahnoza opa Fayzga Fayz ulanganda, Albatta. ko'rdingizmi? Fayzli Bejiz kanalga emas. siz ulangan. Shahnoza opa, bilasizmi, hozirgi paytda aynan dunyo bo'ylab hamma joyda deyarli yangi termin paydo bo'ldi. Ya'ni surrogat onalik to'g'risida. Endi masalan aytaylik, Rossiya davlatlarida yoki boshqa joylarda ancha buni yaxshi tushunishdi, lekin bizda baribir mentalitetimiz bo'yicha olib qaraganda ham qandaydir bir surrogat onalik nima va u bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shu to'g'risida juda ham ko'p savollar tug'ilyapti. O'zi umuman olib qaraganda surrogat onalik nima? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Xuddi bu sohani professionaliga o'xshab savol berdingiz. Chunki surrogat onalik haqida professionallar soobществоlarida so'z yuritilardi. Hozirgi paytda davlatimizda juda ham katta va chiroyli o'zgarishlar bo'layotganligi tufayli aynan bu tibbiy sohada ham aholini reproduktiv salomatligini saqlash borasidagi qonun loyihasi ishlab chiqarildi. Uni professionallar bir necha guruhlar bo'lib tuzishdi va erta aynan surrogat onalik, donatsiya haqida chuqur ma'lumot berildi. Lekin u законопроектni eng qulay tarafi shundaki, 7-avgustgacha barcha bu masalaga befarq bo'lmagan aholi, fuqarolar o'z fikrini qoldirishi mumkin. Chunki народное мнение, xalq fikri degan narsa bor va законопроектga ovoz beruvchi deputatlarimiz aynan shu fikrga tayanadi. Biz professionallardan tashqari surrogat onalik haqida barcha aholi bilishini xohlaymiz. Bu chunki juda ham kerakli yo'nalish. Ko'p oilalarga ajrim bo'lmasini olib keldi. Bo'lmasligini olib keldi va ularda oilani saqlab qoldi. Bizda surrogat onalik ostida tug'ilgan farzandlar bor. Klinikamizda birinchi farzand 2010-yil dunyoga keldi va o'sha oila haqida men juda ham mehr bilan eslayman, chunki bu oilani men har doim tasodifan bo'ladi. Tasodifan uchratdim. Ularda bir nima xarid qilayotganimda o'sha kasbkorimni bilgan holda biza umrbod befarzand bo'lib o'tib ketamiz deb aytib qoldi bir ayol. Men bunaqa emas. Agarda menda jarrohiy amaliyot bo'lgan, umrbod men bachadonsiz qolgan ayolman. Bu degani biz 9 yildan beri birga yashayapmiz, lekin bizda hech qachon bola bo'lmasligini shifokorlar verdikt sifatida aytishdi deb ko'zlariga yosh olib bir ayol menga
bir ham go'zal ayol, yana ham turmush o'rtoqlari bilan munosabati shunchalik chiroyliki, lekin bilinyapti, bularda bir muammo bor oilada. O'shanda surrogat onalik dunyoda borligi haqida ma'lumot berib, 1 yil ichida oila egiz farzandli bo'ldi. Ayol bachadonini jarrohiy amaliyot muolajasi davrida yo'qotgan, lekin u hayotiy ko'rsatkich bo'yicha qilingan. Demak, ayolda tanlov bo'lgan, yoki bachadonsiz qolish, yoki oilasiz qolish, yoki hayotsiz hayot. O'shanda shifokorlar bachadonni olib tashlab, ayol hayotini saqlashgan. Oila juda ham bu damlarni shunaqa eslaydiki, biz o'sha paytlar his tuyg'u qilayotgan narsamiz bilan o'zimizni farzandimizni ko'rganimizdan keyin umuman umidsiz holatlar bo'lmaydi. Bu surrogat onalik ostida dunyoga kelgan bolachalar, demak, bu bolachalar to'la to'kis o'sha oilani bolachasi, chunki hujayralar ayolda saqlangan. O'sha erkak va ayolning hujayrasi boshqa bir ayolga, boshqa bir ularga yordam berishga rozilik bergan ayol ular uchun farzand tug'ib beradi. Va oilani munosabati yuridik tarafidan har bir narsa muhrlanib, bu holatda genetik ota-ona o'z farzandiga ega bo'ldi va oilada va mustahkam oila bo'ldi. Bular hozir ikkinchi marotaba bu proyektga murojaat qilmoqchi, chunki egizaklarimiz 8 yosh bo'ldi. Men 5 yildan keyin kelib qolasizlar desam, otalari endi ikkita egizak yugurib kelayotganda xursand bo'lasan, tasavvur qilasan, 4 ta bolacha yugurib keladi. Chunki ularda har doim ham eko proyekti qo'llanadi. Eko proyektini yana bir yo'nalishi bor, murakkabroq yo'nalishi bu surrogat onalik yo'nalishi. Demak, surrogat onalikka murojaat qilayotgan juftliklar nafaqat o'zim tug'mayman, boshqa tug'ib bersin degan juftliklar emas. Ularda boshqa yo'li yo'q, boshqa yo'l chorasi yo'q. Aytaylik, tug'ma bachadon nuqsoni yoki bachadon rivojlanmagan tug'ma nuqsonlik bilan tug'ilgan bolacha. Hujayralar bor qizalog'imizda. Ular yaxshi rivojlanmoqda, lekin onalar homila paytida biron bir virus muammosini sifatida yoki genetik muammoni sifatida bachadon rivojlanmagan. Bu ayol ona bo'la oladi va to'la to'kis ona bo'la oladi. Surrogat onalik ostiga olgan proyekt ayolni o'zini farzandini boshqa bachadonda katta qilib berish imkoniyati. Mana shu surrogat onalikka rozi bo'ladigan odamlarni qayerdan topsa bo'ladi? Misol uchun hamma ham rozi bo'lmaydi va hamma ham tanlovda adashmasligi kerak, chunki u har tomonlama sog'lom ayol bo'lishi kerak, to'g'rimi? Zararli odatlari bo'lmagan, yosh organizmi. Aytmoqmanki, sizlar professionalsizlar. Bu narsa bilan savol javob qilib yoki o'zingizlar qiziqib juda ham spetsialistlar beradigan savollarni beryapsizlar. To'g'ri, surrogat onalik va donorlik proyekti ostiga faqat sog'lom ayollarni ikkita sog'lom farzandi bor, genetik isbotlangan, ularni onalik funksiyasini bajarishgan va o'z xohishi bilan murojaat qilayotgan ayolni barcha salomatlik faktorlari zakon ostida yozilgan bandlari bo'yicha tekshiriladi. Faqat o'sha ayolga imkon bo'ladi boshqa oila uchun surrogat ona bo'lish. Lekin shunday holatlar bo'ldiki, hattoki opa singil ular ham yuridik tarafdan barcha anaqalarga imzo qo'yishadi. Singlisi opasi uchun tug'ib berishga rozilik bildiradi. Qaysidir muammo bo'yicha opasi, aytaylik, bizda shu holatda murojaat qilgan oilamiz bor, bachadonsiz qolgan, lekin uni farzandini o'zini bachadonda katta qilib berishga rozilik bo'lgan o'zini qarindoshi. Bunday vaziyatlar ham bor demak, a? Shahnoz opa, navbatdagi savol shundan iborat ediki, masalan, bizda ko'pchilik o'ylashi mumkinki, haqiqatan mana hozir yuqorida aytib o'tganingizdek, ikkita er-xotin misol uchun bir-birini yaxshi ko'radi va haqiqatan bir-biriga muhabbati bor va oila yo'q bo'lmasligi uchun, oilani saqlab qolish uchun murojaat qilyapti aynan surrogat onalikka. Bu degani misol uchun tug'ishni xohlamaydigan yosh katta ayollar emasda, aynan shu oilani saqlab qolish uchun. Chorasi yo'q. O'zi tug'olmaydi, umuman imkoniyati. Endi bu surrogat onalikni hammasini muhofaza qilish, albatta buni ham nima deydi, e'tibor bo'lish kerak-ku. Buni hammasi qay darajada qimmat yoki arzon? Ekonomik jihatda bu proyektni ostida to'lov amalga oshirish muddatlari oila uchun shunaqa qulay qilinganki, u etap amalga oshiriladi. Birlamchi agarda bemor o'zini surrogat onasini taqdim etsa, bu to'lovlarni o'z orasida o'tkazgan to'lovlar belgilanadi. Demak, hech kim mana shuncha mablag' to'laysan, olib kelgan surrogat onaga deyilmaydi. Lekin bank taqdim etayotgan surrogat ona uchun homilani rivojlanish jarayonida
to'rtta bosqichda to'lov amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Oxirgi bosqichdagi to'lov homilalar sog'lom tug'iladi, bitta yoki ikkita homila, bitta yoki ikkita homilani farqi mablag'da katta emas, chunki har doim ham eko proyektida ikkita homila solinadi. Bu degani ikkita tug'ilsin emas, loaqal bitta homila birikib rivojlanib ketsin degan ma'noda. Barcha yuridik tarafidagi hujjatlarga imzolangandan keyin oxirgi transh to'lovi o'tkazish muddati homilalar tug'ilgandan keyin va o dokumentlarga qo'l qo'yilgandan keyin. Albatta ko'pgina oilalar uchun biza mana statistikani bilish uchun aynan ajrashishlar sababini ichida befarzandlik necha foiz ajrashishlarni tashkil qildi degan savol bilan ma'lum bir markazlarga chiqdik. Lekin afsuski oila bu masala bo'yicha borganda aytaylik biz ajrashyapmiz, farzandimiz yo'q deb hech kim belgilamas ekan. Doimiy ravishda bu narsa hech qayerda fiksatsiya qilinmasin degan ma'noda murosamatimiz to'g'ri kelmadi, boshqa muammo belgilandi va hech qayerda bizni ma'lumot ololmaydik. Shunaqa harakat qilyapmizki, isbotlamoqchimiz. Bu proyekt kerakli proyekt, chunki bu proyekt aynan o'zini boy bo'lib, mana shundoq bo'lsin degan ayollar uchun emas. O'sha dunyoga kelib imkoni bor, lekin ularga yordam kerak bo'lgan ayollarga ta'minlanishi. Aytaylik, onkologiya kasalligini yoshlikda o'tkazgan ayollar, miomalar, og'ir mioma shu o'sib ketayotganligi uchun boshqa yechim bo'lmadi. Faqat bachadonni olib tashlash, chunki bu mioma kattalashib ketib, ertaga ayol hayotiga xavf tug'dirishi mumkin edi. Va undan keyin tuxuming saqlangan, sen ona bo'la olasan. Lekin seni tuxumdondagi tuxumchalaringni boshqa ayol homilayni ko'tarib beradi deb tushuntirishadi. Shu ayollarimiz boshqa chet davlatlarda bu proyektga murojaat qilib, palon minglar ketkazmasdan o'zimizni davlatimizda oilasini ham saqlash, onalik baxtiga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan bir qatorda tuxumlar donatsiyasi degan narsa bor. Gametalar donatsiyasi, spermatozoidlar donatsiyasi, ertalik erkak yoki ayol absolyut befarzandlik, to есть tuxumlar tug'ma yo'q. Ayol sog'lom, chiroyli, o'z ish faoliyatlari bor, lekin unda tug'ma tuxumdonlar yo'q, bachadoni bor. Demak, u homilani ko'tara oladi, lekin unga boshqa tuxumchalar kerak. O'sha tuxumchalarni urug'lantirib, erini urug'i bilan uni ichiga solinadi va u tug'adi, to'la to'kis ona bo'la oladi. Shuni yo'li ham bor. Va yangi proyektda har bitta bandini tagida fuqarolar o'z fikrini qoldirishi mumkin. Chunki bizani demokratik davlatimizda tanlov oilani qo'lida bo'lishi kerak. O'sha muammoga duchor bo'lgan oila tanlash kerak. Bizda imkoniyatlar bor va bizani davlatimizda bu narsaga sharoit tug'dirib berilishi kerak. Chunki bizani rahbarlarimiz aytgandek, bu proyektda eng asosiy va kuchli yo'nalish invalidlar kamayishi yoki nuqsonli homilalar dunyoga kelmasligini ta'minlab beradi. Nimaga? Chunki homilalarning soni ko'p bo'lardi. Ichidan eng sog'lomi, eng kuchligi va eng genetik salomatligiga ega bo'lgani ayol bachadoniga solinadi. Mana qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keling, bosh shifokorimizni ham suhbatga chorlasak. Когда женщина беременная, во время беременности любая женщина, она летает на 7-м небе, и ей интересен каждый момент. То есть она хочет узнать, как развивается плод. И если ей дать волю, то она будет делать каждый день УЗИ. А вообще, насколько это вредно для ребенка? Я хотела сказать, что в настоящий момент ультразвуковая диагностика является самым популярным методом исследования, без которого не обходится ведение ни одной беременности. Прежде всего потому, что это на данный момент уникальный метод, сочетающий все такие качества, как первое – это безопасность, тут нет никакого облучения, да. Во-вторых, это возможность частого повторения во время беременности и высокая очень информативность. Ультразвуковое исследование – это безопасная методика, которая не несет в себе никакой лучевой нагрузки ни на
плод, ни для матери. Даже врач ультразвуковой диагностики, он не пользуется какими-то специальными средствами защиты, допустим, как при рентгеновском исследовании. Вот. Поэтому тут никакой лучевой нагрузки нет ни на ребенка, ни на женщину. Ну, конечно, есть определенные сроки, на которых проводятся скрининговые исследования. Самый первый скрининг проводится в сроке на 12 неделях. В этом сроке уже можно диагностировать некоторые патологии и ввести, допустим, эту женщину в группу повышенного риска, допустим, на рождение ребенка с синдромом Дауна. То есть в этом сроке мы смотрим толщину воротникового пространства и уже можем прогнозировать будущее ведение, тактику ведения этой беременной. Kelinglar mundoq qilamiz. Hozir umumiy mana shu suhbatimizga yaxshi bir Yakun ilova yasash. sifatida, yo'q, yakun yasash emas, ilova sifatida aynan reportaj tayyorlangan Shahnoza Fayz klinikasidan. Mana shu reportajga navbatni beraylik. Ko'proq, yana ham ko'proq ma'lumotga Yana ham ega ko'proq bo'lsak, ma'lumotga ega to'g'ri bo'lamiz. aytasiz. Marhamat. Tomosha qilamiz.